deputatlar, bugungi sessiya ishiga tuman hokimining tegishli o'rinbosarlari, korxona, tashkilot rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillari taklif etilgan. Hurmatli deputatlar, avvalo mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi 17-moddasiga binoan sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Sessiya kotibligiga 22-qaytmas saylov huquqidan saylangan deputatimiz Altinov Azamat Ulash o'g'lini sessiya kotibi etib saylash taklifini qildim. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar yo'q. Taklif deputatlarimiz tomonidan ma'qullandi. Marhamat, joyingizga keling. Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Bugungi sessiya ishi kun tartibida 7 ta masala o'rin olgan. Birinchi masala O'rta-Chirchiq tuman prokuraturasi tomonidan 2026-yilning 1-cho'ragida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarida jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi 1-sonli Prezident qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot. Ikkinchi masala O'rta-Chirchiq tuman Ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026-yilning 1-choragi davomida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Uchinchi masala ijtimoiy registrdagi birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oilalar xonadonlarini energiya tejamkor qilib ta'minlash borasida O'rta-Chirchiq tumanida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. To'rtinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PK 50-72 sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2024-yil 24-yanvardagi Kengash qarori 666-4-sonli qaroriga asosan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko'ra g'olib takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag' yo'naltirish to'g'risida. 5-masala 2026-yilda O'rta-Chirchiq tuman hududida yashil belbog'lar barpo etish to'g'risida. 6-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 5-sonli qarori O'rta-Chirchiq tumanidagi ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. 7-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 47-sonli qarorining O'rta-Chirchiq tumanidagi ijrosi to'g'risida. Kun tartibidagi masalalar bo'yicha kimda qanday takliflar bor? 7 ta masalani o'qiymiz. Agar yo'q bo'lsa, kun tartibini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, endi sizlar bilan sessiya ish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Chunki 7 ta masala. Menda shunday taklif bor. Ma'ruzachi uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar uchun 5 daqiqagacha, qo'shimcha ma'lumotlar berish uchun 3-5 daqiqagacha, muhokama etish uchun 3 daqiqagacha, ushbu sessiya ishini 1 soat 50 minut daqiqada yakunlasak. Sessiya ish reglamentiga boshqa qo'shimchalar yo'qmi? Takliflar bormi? Yo'q. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, ma'qullab berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar yo'q. Demak, sessiya ish reglamenti tasdiqlandi.
yuzasidan so'zni O'rta Chirchiq tuman prokurori Kamilov Ulug'bek Mahmudovichga beramiz. Marhamat, Ulug'bek Mahmudovich. Assalomu alaykum, hurmatli xalq deputatlari, tuman kengashi hamda kengash raisi Ma'lum. Ruxsatingizlar bilan 2026 yil 1-chorakda jinoyatchilik qilmishlarini oldini olish borasida amalga oshgan ishlar to'g'risida axborot berishadi. O'rta Chirchiq tuman prokuraturasi organlari tomonidan 2026 yil 1-chorakda jinoyatchilik qilmishlarini oldini olish va profilaktika qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va huquqlarga profilaktikasini samarali tashkil etilishi, ushbu ishlarga aholi bilan yaqin muloqot yo'lga qo'yilishi, muhim muammolarni yechish orqali ularning ishonchini oqlash va jamoatchilik kuchidan ko'proq foydalanish natijasida aholining davlat xizmatlariga bo'lgan ishonchini qozonish borasida manzilli ishlar amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Ana shu va boshqa amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va tadbirlar natijasida tuman bo'yicha jinoyatlarning jilovlanishi hamda oldini olinishiga o'zining munosib hissasini qo'shdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan 2026 yilning 3 oy mobaynida tuman bo'yicha jami hisobga olingan jinoyatlar 121 tani tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25 taga oshgan. Jumladan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 49 tani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 13 taga oshgan. Aniqlangan jinoyatlar 28 tani tashkil etib, o'tgan yilning 3 oyiga nisbatan 3 taga, ya'ni 10% yaxshilangan. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar umumiy jinoyatning 40%ni, aniqlangan jinoyatlar 36% tashkil etgan. Shu bilan birga jami jinoyatlar har 100 ming aholi soniga nisbatan 708 taga to'g'ri keladi. Jinoyatlarning turiga ko'ra tahlil qilinganda joriy yil 3 oy mobaynida qotil 2 taga oshgan, bosqinchilik jinoyati 1 taga teng sodir etilgan, firibgarlik jinoyati 2 taga oshgan, o'g'rilik jinoyati 5 taga oshgan. Talonchilik jinoyati 1 taga oshgan, avtomashina olib qochish jinoyati 1 taga o'tgan yilga nisbatan teng sodir etilgan. Bezorilik jinoyati 2 taga oshgan. Yo'l transport hodisasi jinoyati 4 taga oshgan. O'tgan yil shu davr mobaynida yo'l transport hodisasi bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar 11 ta tashkil qilgan bo'lsa, 2026 yilning 3 oy davomida 15 ta tashkil qilgan. Shundan o'rin bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 4 taga oshgan. Qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyati 1 taga, qasddan badanga o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish 2 taga kamaygan. Qasddan badanga yengil tan jarohati yetkazish 2 taga kamaygan. Nomusizdagi jinoyatlar sodir etilgan. Jinoyatlarning sodir etgan alohida toifadagi shaxslar keskin tahlil qilganimizda, ilgari sudlangan shaxslar va sodir etgan jinoyatlar 2 ta tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan teng sodir etilgan. Ishsizlar tomonidan jinoyatlar 2 ta tashkil etib, u ham o'tgan yilga nisbatan teng sodir etilgan. Mast holatdagi shaxslar tomonidan jinoyatlar 2 ta tashkil etib, o'tgan yil bu holat bo'lmagan 100% ga oshgan. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 1 tani tashkil etib 3% ga oshgan. Guruhlar tomonidan sodir etish 1 taga, yoshlar tomonidan 5 taga, ayollar tomonidan jinoyat sodir etilgan. Jinoyatchilar esa joriy yilda qasddan odam o'ldirish, bosqinchilik, o'lim bilan bog'liq va qasddan sodir etilgan badanga og'ishga teskari kabi jinoyatlarni voyaga yetmaganlar, muqaddam sudlanganlar tomonidan sodir etilgan. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, 2026 yil 3 fevral kuni soat taxminan 15:00 O'rta Chirchiq tumani Burgalik mahallasi Toshkent yo'li ko'chasi 35-uyda yashovchi 1961 yilda tug'ilgan Otakulov Ilhomjon Qadirovich spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda mast holatda uyi oldida yo'l chetida uni foydalanish uchun mo'ljallangan ichimlik suvi kranidan suv olayotgan qo'shisi 124-uyda yashovchi 1981 yilda tug'ilgan Ahmedova Dilafruz Marhamatov bilan o'rtalarida suv olish masalasi kelib chiqqan nizo sababli o'zaro janjallashib qolib, janjal davomida Otakulov Yosh Qo'zg'olonchilar kontrakt ustida bo'lgan oshxona pichog'ini olib chiqib, Ahmedovani orqasidan shu mahallada joylashgan Dunyo market do'koniga qadar qulab borib, Ahmedov do'konchiga kirgan vaqtida Otakulov qasddan o'ldirish maqsadida uning orqasidan kirib, chap qo'lini Ahmedovning bo'yin qismidan bo'g'ib, o'ng qo'lini oshxona pichog'i bilan uning qorin sohasidan qasddan bir marotaba urib, tan jarohati yetkazilgan. Holatda 5 tug'ilgan 5 Mazkur
Mazkur holat yuzasidan Tuman prokuraturasi tomonidan ataklov Yurtqoncha Qadishev nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 97 moddasi 1-qismida jinoyat ishi qo'zg'atilib, o'sha kundan ataklov qamoqqa olindi. Bundan tashqari 2026-27 mart kuniga o'tar kecha soat taxminan 00:30larda 2005 yil tug'ilgan Sadat Jahongir Panjo'g'lu o'zining tanishlari 2002 yil tug'ilgan Usmonov Baxt Arapoğlu 2003 yilda Ahmedov Sobir Xoldorov va 97 yil tug'ilgan Musayev Jahongir Baratovlardan bir guruh bo'lib o'rtacha chiqqan Kiyim Benfar mahallasi Mustaqillik ko'chasida o'ziga notanish bo'lgan 1997 yil tug'ilgan Rajabov Shohur Shuhrat o'g'li bilan o'zaro janjallashib qolib, janjal vaqtida Sadat, Usmonov, Ahmedov va Musayevlar qasddan odamga og'ir shikast yetkazish maqsadida qo'llari oyoqlari bilan Rajabning badanini turli sohalarga urib, do'pposlab, tan jarohati yetkazishib, hodisa joyidan yashiringan. 2026-27 mart kuni soat taxminan 8:00 Rajabov o'rtacha chiqib va Kiyim mahallasi Mustaqillik ko'chasidagi dala maydonida jonsiz holatda topilgan bo'lib, Rajabning murdasi ko'zdan kechirilgan, uning tanasining tashqi tomonidan hayot uchun xavfli bo'lgan tan jarohatlari yetkazilganligi. Mazkur holat bo'yicha Tuman prokuraturasi tomonidan 2026-28 mart O'zbekiston Jinoyat kodeksining 34-modda 3-qismi D va jinoyat ishi qo'zg'atilib, Sadat, Usmonov, Ahmedov, Musayevlar o'sha kunning o'zida qamoqqa olindi. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Jinoyatlar sodir etilgan mahallalar keskin tahlil qilganda 2026 yil 3 oy davomida mahallalarda vaziyat tahlil qilinib, o'tgan davrda qizil mahallalarda aniqlanmadi. O'tgan davrda 16 ta sariq hudud jinoyat barqaror kamaygan, 30 tasi yashil hudud toifasiga kiritilib, mavjud 16 ta mahallada 30 tasi yoki har ikkinchisida jinoyat qayd etilgan. Qotillik jinoyati, firibgarlik, o'q-dovur mahallasi asosiy to'g'ri keladi. Qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyati Chimkent va Yangiyo'l mahallasida bittadan asosiy to'g'ri kelgan. Qasddan badanga o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish jinoyati Nomdanak, Jangovar mahallasida bittadan to'g'ri kelgan. Bosqinchilik jinoyatlari Mustaqillik mahallasiga bittadan asosiy to'g'ri kelgan. O'g'rilik jinoyati Jangovar mahallasida bitta, Bo'choqlikda ikkita, Do'stlik, Taraqqiyot, Xalqabod, O'rtoq, Bunyodkor, Ko'kmo'y mahallalarida bittadan asosiy to'g'ri kelgan. Bezorilik jinoyati Ro'dak, Bo'choqlik, Do'stlik mahallalarida bittadan to'g'ri kelgan. Talonchilik jinoyati esa Mustaqillik mahallasi bittadan asosiy to'g'ri kelgan. Har bir haftaning payshanba kuni o'tkazib kelingan jinoyatdan oldini olish va hududlar kooperatsiyasi tun doirasida idoralari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida Qirg'oqsuv mahallalarida 28 ta korxona tashkilotlarida 55 ta'lim muassasalarida uchrashuv o'tkazilib, ichki ishlar organlarining kooperatsiya sodir qilgan muqaddam sudlangan tarbiyasi og'ir voyaga yetmagan yengil tarbiyali ayollar giyohvand va spirtlik ichimlikka ruju qo'ygan shaxslardan 302 marotaba kooperatsiya tushuntirishlar olib borgan, ular bilan bevosita suhbatlashilgan. Natijada oila turmush munosabatlari doirasida 86 oilaga yarashtirildi, 18 ta oilaning notinchligi barham berildi, 18 ta oila ajrashib ketishdan saqlab qolindi. Himoyaga muhtoj bo'lgan 196 ta ayollarga himoya hujjatlari berildi. Voyaga yetmagan ayollar tomonidan jinoyat qilmishlari bilan sodir etish oldini olish maqsadida bugungi kunda mavjud 12 ta tayanch punktlardan tashqari el-yozgi maktablarda kasb prokuror, voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektor, psixologlarning xonalari tashkil etilib, ish kuni aynan ushbu masalalarda boshlanish belgilab berildi. Tuman hududida sodir etilgan har bir jinoyatning sabablarini shaxsan tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan jamoatchilik vakillari, hududiy prokuratura inspektorlari ishtirokida 105 marotaba ta'sirchan muhokamalar o'tkazildi. Ularni sodir etishga imkoniyat bergan shaxs-sharoitlar bartaraf etish borasida manzilli targ'ibotlar berilgan. Ayniqsa oila turmush doirasida voyaga yetmagan ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarda hokim yordamchilari, xotin-qizlar qo'mitasi, yoshlar ishlari agentligi imkoniyatlaridan keng foydalanmoqda. Olib borilgan ishlar natijasida tezkor guruhlarning amalga oshirgan aniq tadbirlar natijasida jami ro'yxatga olingan ochilmagan 13 ta jinoyatlar 9 tasi fosh etildi. Jinoyat sodir etib, sudda 137 ta shaxslardan 6 nafar ushlandi. Axborot shulardan iborat. Bundan tashqari qo'shimcha narsa aytmoqchimanki, ma'lumotni va hozir asosiy tizim muammo o'tkazayotgan narsalarki, voyaga yetmagan qizlarimiz tomonidan bedarak yo'qolish holatlari. Buni o'zim o'tirib aynan olganimda, masalan, bitta bedarak yo'qolgan voyaga yetmagan shaxs
bo'yicha o'sha bilan ishlab qayerda bo'lganligi, nima holatda bo'lganligi, nima sababdan undan chiqib ketganligi, unga yaratgan shart-sharoitlar bo'lgan, undan suhbatlashgan natijasida 13 yoshdagi, 14 yoshdagi, 15 yoshli qizlarimizni ota-onasi bilan oilaviy kelishmovchilik natijasida gapiga to'g'ri kelmasdan uydan ketib qolish holatlari 2026 yil 3 oyda ushbu holat kuzatildi. Agar to'g'ri kelmaydi gapingiz, adamga deydi, bu telefon olib beringizsa olib bermadi deydi. Yoki bo'lmasa onam bilan deydi, kelisholmay qolamiz. Gapimiz to'g'ri kelmay qolib chiqib ketadi. Bir narsani bekitadigan joyi bor, bu haqiqiy hozirgi muammolardan bittasi. Ishlar boshlig'i yaxshi biladi. Misol bilan 6 chiqib ketgan qizimizdan 4tasini oxiri yaxshiligini beradi. Jinoyat qo'zg'atilgan. Nomusga tegishmi, boyagi shaxs bilan jinsiy aloqada bo'lish holatlari aniqlanganligi sababli ekspertiza xulosasini berganligi sababli ekspertiza xulosasi bilan oddiy bitta misol 15 yoshli uydan chiqib ketyapti, ketayotganda tanish olib ketyapti, 15 yoshli qiz o'sha tanish bilan chaqaloq bo'lyapti, bola o'sha joyda o'zini tashlab ketyapti. Nimaga misol aytayotganim sababi shu joydan chiqib o'rta chirchiqli uyga qaytmaguncha haqiqiy ikkita mashina o'tiribdi. Ikkita mashina o'tirib, ikkita mashina bilan munosabat bo'lyapti. Bir kecha. Oxir majbur bo'ldimki, bu holatda qoningiz yo'qmi? Jinoyat alomati bor. Kichkina bekitomi, bekitlar, majbur bo'lgan holat. Majbur bo'ldim, 3 odamni ota-onasi bilan birga qabul qilaman, otasi ham kelsin deyman, onasi ham kelsin deyman, otasi ham onasini ham eshitaman. Uydagi bitta sabab, uydagi oilaviy muhit yaxshi emas. Oilaviy muhit yaxshi bo'lmaganligi sababdan bu narsa kelib chiqyapti. Otani o'zini ro'li yo'qligi, onasi qatish bilan band bo'lib farzand tarbiyasidan shug'ullanmasligi natijasida kelib chiqyapti. Yana ikkinchi dolzarb masalalardan bittasini ro'yxatga kibirjinoyatlarimizni hozirgi kunda kundan-kunga oshkor kamaymayapti. Sababi bizani o'zbek xalqimizning ishonuvchanligi, birovga ishonishi, birovni ta'sir doirasiga tushishi natijasida kibirjinoyatlar bitta narsa buni yo'lini oldini faqatgina tartibot ishlarini amalga oshirmayapti. Har bitta mahallada ichkilar boshlig'i bilan birga har bir mahallada ishonmaydi, boyasi karta nomer raqamini berish kerak emas. Telefonga kelgan SMS ishora bo'lsa, adres raqamiga qayta murojaat qilish mumkin emas. Agar bizlarga yangi holat paydo bo'lgan telefon bo'ladi, videoga ko'tarsangiz siz qo'yasiz bilan belgilangan ma'lumotlarni olish kerak emas, video bo'ladi. O'sha orqasida bankdan kredit olish holatlari tashkilotlar rahbarlari, tashkilotda ishlovchi xodimlar bilan doimiy ishlab, doimiy o'sha narsani tushuntirib borish, ularni doimiy muloqotda bo'lish natijasidagina mazkur jinoyatlarni oldini olish mumkin hisoblayman. Agar savol bo'lsa ben şunu yapmışım ki, bakıyor, deputatlarımızın hem bu yolda kampanya yaşamasını, yürüyüp koşuyor, kalına gidiyor. Olsa, şu yani kızlarımızın hamasını anlar, mahalla oila konsepsiyasını var, bu yarınlarda yürüyüp koşuyor. Oşa maktablarda mahalla bilan birga ishlashni, oila bilan birga ishlashni hammasini yo'lga qo'ymasak, haqiqatda u 6 ta qizimiz 8 taga yetib 10 taga ham aylanib ketadi. Bularni hammasi bizning farzandlarimiz. Ikkinchisi o'sha kiber jinoyat bo'yicha ham xuddi baxtiyor shu nimalarimizni deputatlarimizni hamkorligi haqiqatdan o'ziga haqqa ishonishamiz-da. Kim telefon qiladigan bo'lsa, kim qiladigan bo'lsa, hammamiz ishonib ketamiz. Shuning uchun buni ham o'sha mahalla bilan birgalikda deputatlarimiz o'sha hamkorligi hisobida hammasini ko'rib chiqishni so'rayman.
Boshqa takliflar yo'qmi? Kimda qo'shimcha so'zga chiqishlar bormi? Mazkur masala yuzasidan doimiy komissiyasi xulosasini o'qib eshitish uchun so'z xalq deputatlari o'rtacha Chirchiq tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Sadiqov G'ulom Husanovga berildi. Hisobot muhokama etildi. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Agar hech kimda hech qanday taklif yoki e'tirozlar bo'lmasa, qaror loyihasi qabul qilinsin degan taklifni kiritmoqchiman. Ma'qul bo'lsa ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Qaror loyihasi bir ovozdan ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, ikkinchi masalaga o'tamiz. İkinci masala yuzasidan so'zni O'rta Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Abdullayev Basir Botirovga beramiz. Keskin oshib ketgan, ya'ni 90 ga oshib ketgan
so'lda ijtimoiy bo'limi jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 522 nafar shaxslar aniqlanib, ijtimoiy profilaktika elektron axborot tizimiga kiritildi. 354 nafar huquqbuzarliklar sodir etishga ehtimoli yuqori hamda 173 nafar huquqbuzarliklarni jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar tashkil etadi. Profilaktika inspektorlari 34 nafar, hokimiyat yordamchilari 224 nafar, huquqbuzar faollari 4 nafar, yosh erkaklar 44 nafar, 50 ijtimoiy xodimga ijtimoiy profilaktika ob'ektlari bo'yicha xulosalar yuborilgan. Jamoat xalqini saqlash, jamoat xavfsizligi va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar O'rtacha tumanining ichki ishlar bo'limi shaxs tarkibi tomonidan muntazam ravishda tuman hududida tezkor vaziyatni yaxshilash, ijtimoiy siyosiy muhitni barqarorlashtirish, jinoyatchilikni jiylash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, diniy ekstremizm va uning turli bo'lishlariga qarshi kurashda jinoyat va huquqbuzarliklar oqibatlari bilan kurashish emas, balki ularni oldini olish va huquqbuzarliklar Qizil hududdan olib chiqish topshiriq berilgan. Bu bo'yicha 2026 yil davomida 8 ta belgilangan vaziyat og'irligini haqida tuman ichki ishlar bo'limi mas'ul rahbarlari belgilagan holda aholi bilan jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha ishlar tashkillashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025 yil qaror bilan sonli va qarorlar asosida ishlar tashkillashtirib, mahallalarda alohida to'yatlar shaxslardan bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Hududlarda yuzni va avtomobillarni ta'minlash bo'yicha kameralar qo'yildi. Maktablarning test va o'ringohlarning kameralar o'rnatildi. Janjalkash va jinoyat qilishga moyil shaxslar ijtimoiy profilaktika doirasida 522 xulosalar berildi. Mahalla profilaktika inspektorlari tomonidan huquqbuzarlikka moyil shaxs bilan olib borilgan profilaktika ishlari natijasida huquqbuzarlik sodir etgan huquqbuzarlarga nisbatan ular tomonidan kelgusida huquqbuzarlik sodir etishga oldini olish maqsadida ma'muriy qonun jazolari berilishga erishildi. Mas'ul rahbarlar tomonidan hududda profilaktika hisobda turuvchi shaxslarni yashash xonadonlariga tashrif buyurgan holda ularning oilaviy sharoiti o'rganildi. 2026 yil 3 oy davomida jami 3184 ta ma'muriy huquqbuzarliklar aniqlanib, shundan ichida 2026 yil 3 oy davomida jami 30 nafar ilgari sudlangan shaxslar nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatildi. 2026 yil 3 oy davomida 29 nafar sog'liqni saqlash muassasalariga sodir bo'lgan shaxslar majburiy tartibda davolanishga yuborildi. Shularning ichida ichkiligi vujud bo'lganlar 10 nafar, tajovuzkor ruhiy kasallar 18 nafar va giyohvandlar 1 nafar. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganligi uchun jami 136 nafar shaxslarning ma'muriy qamoqqa olindi. 11 nafar voyaga yetmaganlar markaziga joylashtirildi. Tezkor qidiruv faoliyati yo'nalishini aniqlagan jinoyatlar, ya'ni giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar bitta, ushlangan qidiruv shaxslar ikkita. Tuman ichki ishlar organlari faoliyatini o'rnashtirish va ish samaradorligini oshirish, shu jumladan ularning faoliyati muntazam uchraydigan kamchilik hamda huquqbuzarlikdan olib keladigan sabab va shart-sharoitni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha samarali chora qabul qilish, jamiyatda xavfsizlikni ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelgusida jinoyatni oldini olish va huquqbuzarlikka qarshi kurash bo'yicha o'zimizga chora-tadbir belgilab qo'yamiz. Inspektorlarimizda shu jinoyat oshgan mahallalarda bo'limdan siz baribir xodimlarini mahallalarga biriktirasiz, lekin o'sha yerdagi profilaktik inspektorlarga qanday chora ko'riladi? Shuni oldini olish bo'yicha yo boshqa joyga almashtirasizmi yo qanday chora ko'riladi? Umuman bu yig'ilmasdan onlayn tarzda yig'ilish o'tkaziladi, yo'l o'tkaziladi, profilaktika inspektoriga topshiriq beriladi.
inspektori hozirgi kunda faqat shu o'zini xizmat yo'lida yurishi kerak. Ya'ni aholiga xizmatini ko'rsatish kerak. Shuni topshirib uni ma'naviy mas'ullarni chaqirib berish kerak. Undan tashqari boshqa ishga jalb qilish kerak. Ma'lum vakolatim agar shu xizmat yo'lida noto'g'ri ma'qul o'tib kettirib, ularga mahoratsiz uni olmoq bo'yicha xizmat tekshirib belgiladik. Fakat şu olmamız bo'yicha professional o'z xizmatini olib boradi. Ichkilikka ruju qo'yilganlarimiz manimcha Andrey jo'natgan, to'g'rimi? Buni shunday. Profilaktik inspektorlarimiz mahalla raisidan o'zlaridan qo'llanmasimiz Andreyda agar joy bo'lmasa, oilaning tinchligini saqlash uchun qay holatda uni ushlab turish mumkin? Yoki u yerda joy bo'lmasa qanday holat bo'ladi? Ularni majburiy davolash tizimi bu asosdan shu Angliyada joylashib bor. Endi Angliyada ko'p joy o'zi haqiqatan yo'q. Ko'chib yozilishadi. Ammo lekin misol mana bu masalani o'zimni ko'tarmoqchiman. Bizda bu tumanda hozirda reabilitatsiya joyi yo'q. O'zimiz Nurafshon shahrida bormi yoki shunday? Nurafshon shahrida bor. Tumanlararo, ya'ni Nurafshon shahridagi markaz bu ayni sud ishini hisoblayapti. Mana bugun oborib, ertaga o'zi ichida. Bu ham hozirgi kunda muammo bo'layotgan joyi deputatlarimiz qo'riqlovga olish masalasi. Ya'ni Nurafshon shahridagi bu o'rtacha xizmat ko'rsatadi. Nurafshon shahriga ham Piskent tumani. Tumanlararo. Mana kechki payt ichib olib, janjal qilgan paytda hududga ustoyin o'zini xizmat xonasiga oladi, politsiyaga oladi. Mana shu sal muammo bo'lib vaqt oladigan narsa. Chunki bugun juma holiga shu bitta ayollar keldi, shu holatda shu anda joy yo'qkan. Bu masala viloyat rahbariyati tomonidan ko'p chiqyapti. Ya'ni o'sha Nurafshondagi bolnitsada o'tirib qo'riqlovga olish masalasi ko'p chiqyapti. Agar qo'riqlov ajratilgan bo'lsa, qo'riqlanadi va o'shanda juda yo'q. Tushunadi. Qo'shimcha so'zga chiquvchilar bor. Qanaqa chora ko'rish mumkin desa, chunki har bir oila muhitda o'sha odamni ko'radi. Bu har bir narsadan shuni yozsa, ta'sir ko'proq chunki axborot da ham katta narsa. Demoqchimanda, men bir yanvardan boshlab ko'rdimda, faqat bo'yicha boshqa yozmagan hammasini majlisga olib boshlaganlar. Men boshqalarni o'zim ma'naviyatimiz bor, boshqalar prokuratura ichkilar brigadiga takliflar bilan chiqib, yorisi borsin, haftada bir yozib, bir oyda bir yoritib borsa, odamlar ta'sir kuchi bo'ladi, bu axborotni beradi. Mana shu taklif. Mahalla kanaliga demak profilaktik inspektor ham o'zini takliflarini qo'yish kerak. Lekin sizni nimangiz bo'yicha haqiqatan 46 ta mahallada nimalarimiz bor, kanallar. Lekin xuddi shu nimada aholi bir-biri bilan nima deydi, suhbat haligisida boyaga aytgan profilaktik inspektordan bizdan tushadigan yoki shu tuman hokimligidan tushadigan hamma takliflarga alohida kanallar ham bor ba'zi mahallalarda. Buni ham ko'rib chiqishimiz kerak menimcha. Mazkur masalalar bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini o'qib eshitish uchun doimiy komissiya raisi Sidiqov G'ulom Husanovga beriladi. Rahmat. Abdullayev Bozkor turizm o'rtacha tuman IIB xodimlari o'rtacha tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026 yil 1-chorak davomida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish, jamoat xavfini saqlash hamda
fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash borasidagi amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axborotni 2026 yil 10 aprel kuni komissiyaga ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyada majlisda tinglab muhokama qilindi. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqarilgan qarorlar fasl tasdiqlab berishi maqsadida Kimda qanday savollar bor? Demak, hisobot muhokama etildi. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Agar hech qanday taklif va e'tirozlar bo'lmasa, qaror loyihasi qabul qilinsin degan taklifni kiritmoqchiman. Ma'qul bo'lsa, ovozga qo'yaman. Vazirlar. Qarshilar? Yo'q. Qaror loyihasi bir ovozdan ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, 3-masala yuzasidan, demak 3-masalaga o'tamiz. So'zni O'rta-Chirchiq tuman hokimining birinchi o'rinbosari, Moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'lim boshlig'i Akbar Ulug'bek Ayxonovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, ishtirokchilari, rahmatli. Muhtaram yurtboshimizni 2026 yil 5 fevraldagi 49 qarorlari ijroatini ta'minlash maqsadida Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy milliy agentligi, energiya samaradorligi milliy agentligi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik vazirligi, oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda yoshlar ishlari agentligi tomonidan qo'shma qaror imzolangan. Ushbu qaror asosida ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan 6 nafar oilalar xonadonlarini energiya tejamkor qilib ta'minlash, tuman hokimligi ta'minlash uchun tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. Muhtaram yurtboshimizning 2026 yil 5 fevraldagi 2026 yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlar to'g'risidagi BQ49 faoliyat qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu vazirliklar tomonidan qo'shma qaror qabul qilingan. Ushbu qarorlar asosida tuman hududidagi istiqomat qiluvchi ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan 6 nafar oilalar xonadonlarini ta'minlash maqsadida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan 371 million so'm o'tkazib berilgan. Bundan tashqari, yuqorida ko'rsatib o'tilgan qarorning 4-bandida tuman va shahar hokimliklari mazkur qarorda belgilangan tavsiyalar bo'yicha ehtiyojmand oilalar xonadonlarida amalga oshiriladigan qo'shimcha ishlarni tuman shahar byudjetining qo'shimcha manbalari yoki infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalari hisobidan amalga oshirilishi mumkinligi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30-yanvardagi aholi ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib taomillari tashkillashtirish to'g'risidagi 17 insoniy farmonlarining 8-bandida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalariga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanish xalq deputatlar tuman shahar kengashlari qarorlari asosida amalga oshiriladi deb yozilgan. 9-bandida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalarini hamda ijtimoiy daftarlar jamg'armalari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida quyidagilarga ruxsat beriladi. Infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalari hamda ijtimoiy daftarlar jamg'armalari mablag'lari hisobidan xaridlarni amalga oshirishda tovar, ishlar, xizmatlarni yetkazib beruvchilar maxsus axborot portalida e'lon joylashtirilmasdan va xarid qilish tartib-taomillarni elektron shakllarga o'tkazmasdan eng yaxshi takliflarni tanlash orqali aniqlanadi. Keyingisi, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalari mablag'lari tuman shahar inson ijtimoiy xizmatlari markazlari hamda iqtisodiyot va moliya bo'limlari bilan kelishgan holda quyidagi ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishda
oshirishga yo'naltirish, tuman shaharlarda aholi hayot kechirishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirish, tuman shaharlarda sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini moliyalashtirish kerak. Ekologiya va atrof muhitni asrash, aholi salomatligi va sanitariya gigiyena sharoitini yaxshilashga qaratilgan hamda boshqa zaruriy tadbirlarni moliyalashtirish nazarda tutilgan. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi PK 49-sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida O'rta Chirchiq tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi rahbari tomonidan tasdiqlanib, taqdim qilingan ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan 6 nafar oilalar xonadonlarini Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Energiya samaradorligi milliy agentligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan qabul qilingan qarorda belgilangan tavsiyalar bo'yicha energiya tejamkor qilib ta'minlash bilan bog'liq ishlar uchun tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan 371 million so'm mablag' ajratish bo'yicha qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni iltimos qilaman. Agar ruxsat bersanglar, barnomamni hurmatli deputatlar, ushbu 6 xonadonni ro'yxati ham berilgan. Birinchi guruh nogironlari, ularni oila a'zolari ichida mehnatga layoqatlilari yo'q. Bularda O'rta Chirchiq tumani Chegara mahallasidagi fuqaro Amanova Mahliyoxon Abdumuttalibovni, keyingisi Kimpenxva mahallasidagi Mama Yusupova Barno Aliyevni, uchinchisi Anarbayev Qaytmas mahallasidagi Anarbayev To'lqin Salimbayevich, to'rtinchisi Toshloq mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaroimiz Bekmatova Ibodat Abdurazzoqovni, Qo'shdaryo mahallasida istiqomat qiluvchi Toshmatova Nigora Ablaxatovni, Adolat mahallasidagi Bozorova To'lg'onoy Oqobirovlarning oilasi ta'mirga talab bo'lib turgani uchun shularga mablag' ajratilishda amalga oshirishdan so'raymiz. Bundan tashqari mana boya o'qib eshittirgan Moliya vazirligi qo'shma qarorlari bor. Ushbu qo'shma qarorda tavsiyalar bor. Ushbu xonadonlarda nima ishda amalga oshirilishi bo'yicha agar ruxsatinglar bilan eshitib o'qib eshittirishim mumkin. Shartnoma savol tugadi. Beratman shu 370 millionimiz Oliston oila a'zosiga qanchadan shunday taqsimlangan bir summa? Bir summa 62 milliondan taqsimlangan. 62 million. Haqiqatda aytganingizdek, Chegara mahallasidagi oilaga men ham o'zim bordim. Aman va Mahliyoxon ayollari, shu oila birinchi guruh nogironi er o'tiribdi, 4 ta farzandi bor. 4 ta farzand, birinchi guruh nogironi yurolmaydi, tinch o'tiribdi joyida. Lekin keyingi oxirgi farzandi kalaskada yotibdi. Ba'zi bir boqimanda bir ayol oilalarimizdan ham juda ham nima deydi? Abdor holati. Ayanchli abdor holat bir tomoni, lekin nima deydi? Boshqa bir oilalarga o'xshab menga ber deb so'rab olib turgan joyi yo'q. Umuman xonadonlikda o'tiribdi. Lekin shu 4 ta bolani ham beklayapti shu ayol. Agrorodga ekkan kartoshkasini ko'rsangiz, umuman sog'lom odam ham uni qila olmaydi. To'g'ri, ayolimiz sog'lom, lekin 4 ta boladan ortib, shu birinchi guruh nogironi eridan ortib qilayotgan yumushlarini ko'rib, juda ham tahsinga sazovor aytdik. Qo'shlaryoga ham bordik. Qo'shlaryoda bir oilamiz haqiqatda 78-yilgi qizini shu kalaskaga o'tirgizib qo'yibdi. Ota-ona
shunaqangi hayotdan baxtli, lekin o'tirgan farzandini ko'rsangiz, haqiqatda bir joningiz achiydi. O'sha farzandga shunday bir oq yuvib, oq tarab, kerakli mahsulotlarni berib, shunday yoniga qo'yib qo'ygan, bexosdan qildik shu yerda. Men haqiqatdan o'zim ikkita oilani ko'rdim shunday nimada. Hozir mana ijtimoiy agentligimiz buni tanlab o'zlari bergan. Ijtimoiy agentlikdan kim bor? Ro'yxatdan shuncha ijtimoiy agentlik taklif qilinmagan, o'zingiz bersangiz kerak. Yoki bo'lmasa ijtimoiy xotin-qizlar kemamchilar shekilli baribir o'zingiz bir nazoratga olib, ikkitagina nimani ko'rdim mahallani, qolganini ko'rmadim. O'zingiz ham yana bir marta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Lekin ijtimoiy agentlikdagi nimalarimiz, yigitlarimiz, qizlarimiz borib ko'rdi. Qolganlariga men to'g'risini aytsam ulgurmadim. O'zingiz yana bir borib ko'rarsiz. Shu yerdagi Baxtiyor, shu 6 ta mahalladagi deputatlarimiz ham buni bitta nazoratga olib, baribir o'sha nima bilan fuqarolarimiz bilan yana bir marta muloqot qilib ko'rish kerak. Juda ham to'g'ri ta'kidlamoqchisiz, sababi juda ham avgor holatda. Ko'rdik, binolarni hozir 3 tasida biz remontni boshladik. Chunki sababi o'sha ustalarni olib borganimizda rahmi kelganidan ham bitta uyni buzib noldan bu yetyapti. Mana shu 62 million ajratilgan mablag' yetganicha men qilaveraman, lekin qolgan o'zim yonimdan. Chunki insonman ko'ryapti. Shifrini ochdik, shunaqangi u shifr to'g'risi ishlatib bo'lmaydi bu shifr. Strapilasini ishlatib, hech narsani ishlatib bo'lmaydi. Buzib bitta xonadonni noldan yana qayta tiklab beryapti-da. Kimda qo'shimcha? Demak, mazkur masala yuzasidan doimiy komissiyamiz raisi Hayitqulovlar ma'lumot berishga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hamda sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlar tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlarish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan 2026 yil 10 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2030-yilda chiqqan 7-prezident farmoni asosan infratuzilmani ijtimoiy barqarorlik jamiyati asoslariga hisobda normalar harakat qilish to'g'risidagi masala atrofida ko'rib chiqildi. Bildirilgan hukumat hozir takliflar olgan holda oqtoylar aytdingiz, oqtoylar bo'yicha ro'yxat shakllantirib berilgan sonlarida inson taklif qilingan kengash qarori O'zbekiston Prezidentining O'zbekiston Respublikasi huquq qarori qonunchilik tasdiqlanish asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya nazorati ishlab chiqqan qarorlarni tasdiqlab berishni ma'lum deb hisoblaydi, lekin bitta iltimosim bor. Biz bundan keyin har bir ma'lumot bergan paytda Baxtiyorga 2 kun oldin ko'rdik bu narsani. Bu bir narsa taklif berishlarimizni barchasi o'zlari deydi, taklif bergandan keyin olib kelib ko'rish kerak. Ijtimoiy insonga birinchi bir taklif berib moliya qilib, bu narsani hammasini shu asosda berilyapti. To'g'ri, yordam berish kerak, lekin har bir hujjatni so'ragan paytda ta'limni o'z vaqtida kerak. Doimiy komissiya deputatlar ko'rib chiqargan masalani ushbu institutsiya bo'lmaydi narsani hammasi. Berishimiz kerak, lekin asosiy hujjat berish kerak. Mamlakatda 15 kun davomida 10-chi bo'lganmiz. 15 kun bo'ldi, 15 kun davomida hujjat taqdim qildi. Shunchalik og'ir ekan ahvoli. Avval olib kelib o'z vaqtida berish kerak deb narsani ko'rib chiqish kerak. Deb hisoblayman. Endi bularni haqiqatan ko'rib chiqdik. Juda ham ijtimoiy holat og'ir. Hozirgi kunda talab qilmoqda. Men yana insonga bog'liq bo'ladigan bo'lsa mahallalarga aytaman. Shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, yetsinda borib aniqlasinda, davlatimiz tomonidan pul borigan beraylik shu narsani. Egasiga e'tiborsiz bo'lsin. Ostiga shunchalik hafsala bo'ladigan bo'lsa, qolganini bilmadim, qanchalik hafsala bo'ladi. Shu bilan. Rahmat. Kimda qanday savollar? Hisobot muhokama etildi. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Agar hech kimda hech qanday taklif e'tirozlar bo'lmasa, ma'qul bo'lsa, men ovozga qo'yaman. Rozlar. Qarshilar? Yo'q.
Qaror loyihasi bir ovozdan ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, 4-masalaga o'tamiz. 4-masala yuzasidan so'zni O'rta Chirchiq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Akbarov O'qbek aytmoqchi bo'lamiz. To'rtinchi masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-aprildagi budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PX 5072 sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2024-yil 24 yanvardagi KT 63